Ko'pchilik yoshi katta insonlar pulini yostiq tagida yoki ko'rpachada saqlashni afzal deb bilishadi. Bilasizmi nimaga? Chunki ular qo'rqishadi. Qaysidir joyga investitsiya qilsam, uni narxi tushib ketmasmikin yoki bo'lmasam o'sha pulimga kuyib qolmasmikinman degan xavotir bor. Shuning uchun ular o'zini pulini tinch holatda o'zini oldida saqlaganni ma'qul ko'rishadi. Aslida bu narsa noto'g'ri. Nimaga? Chunki pulni harakatga keltirishimiz kerak. Pul o'zi ishlashi kerak biz uchun. Agar u bir joyda turadigan bo'lsa, inflyatsiyani hisobiga ham ancha pul yo'qotib qo'yish mumkin. Agar pulingizni aksiyalarga yoki ko'chmas mulkka investitsiya qiladigan bo'lsangiz agar, qanchadir qismini bu sizga nima yordam beradi? Ya'ni pulingiz o'zini tanib turaveradi va undan kelayotgan daromad orqali siz boshqa ishlaringizni qilaverasiz. Ertaga 1-2 yildan keyin haligi o'zini asosiy tanini sotgan holatda pulingizni qaytarib olsangiz ham bo'ladi. Bu degani siz pulingiz turadi va u ishlab sizga pul olib keladi. Shuning uchun har doim investitsiya qilishni maslahat beraman. Uni to'g'ri va halol yo'lga investitsiya qilsangiz, sizga u albatta foyda olib keladi.